Assalomu alaykum hurmatli mutaxassislar. Bugungi mavzuyimiz sovuq asfalt beton qorishmalarini ishlab chiqish uchun tavsiyalar haqida bo'ladi. Avtomobil yo'llari ilmiy tadqiqot instituti davlat muassasasi tomonidan sovuq asfalt beton qorishmalarini ishlab chiqish uchun metodik tavsiyalar ishlab chiqarildi. Mazkur hujjat Avtomobil yo'llari ilmiy tadqiqot instituti davlat muassasasining ruxsatisiz to'liq yoki qisman chop etilishi, ko'paytirilishi va tarqatilishi mumkin emas. Mazkur metodik tavsiyalar shaharlar va boshqa aholi punktlarining ko'chalari, umumiy foydalanishdagi va xo'jalik avtomobil yo'llaridagi hamda aerodromlardagi yo'l qoplamalarini ta'mirlash va saqlash ishlari uchun qo'llaniladigan sovuq asfalt beton qorishmalari va sovuq asfalt betonga nisbatan tavsiyalarni belgilaydi. Keling siz bilan birinchi bob atamalar va ularning ta'riflari haqida to'xtalib o'tsak. Ushbu metodik tavsiyalarda quyida keltirilgan atamalar va ta'riflardan foydalanilgan. Asfaltobeton qorishma bu tarkibiy tanlov asosida saralangan va ma'lum miqdorlarda olingan mineral materiallar, ya'ni chaqiq tosh, shag'al, qum, mineral kukunli yoki usiz hamda bitumning qizirilgan holatdagi qorishmasi hisoblanadi. Asfaltobeton deganda zichlangan asfaltobeton qorishmasi tushuniladi. Qo'shimchalar: sovuq asfaltobeton qorishmalarini tayyorlash uchun qo'llaniladigan va barqarorlashtiriladigan modda. Ikkinchi bob tasniflash va texnik talablar. Sovuq asfaltobeton qorishmalari va asfaltobeton mineral komponentining turiga qarab quyidagilarga bo'linadi: chaqiq toshli, shag'alli, qumli. Ishlatiladigan betonning yopishqoqligi va qorishmani yotqizishdagi haroratiga qarab ular quyidagilarga bo'linadi: yopishqoq, yo'lbob neft bitumidan, ya'ni qo'shimchalar va boshqa moddalar qo'llanganda, foydalangan holda tayyorlanadigan va harorati +35 -30 gradus bo'lganda yotqiziladigan va kamida 5 gradus saqlanadigan. Sovuq, suyuq yo'lbob neft bitumidan foydalangan holda tayyorlanadigan 3 va kamida 5 gradus haroratda yotqiziladigan. Sovuq qorishmalar va asfaltobeton mineral zarralarining eng katta o'lchamiga qarab quyidagi turlarga bo'linadi: mayda donali, eng yirik zarra o'lchami 20 mm gacha. Qumli, eng yirik zarra o'lchami 10 mm gacha. Chaqiq toshli va shag'alli sovuq qorishmalar va asfaltobeton ulardagi chaqiq tosh tarkibiga qarab BX va VX turlarga bo'linadi. Sovuq qum va asfalt-beton qorishmalari tarkibidagi qum turiga qarab GX, ya'ni maydalab saralangan chaqilgan qumli, DX bu tabiiy qumli yoki tabiiy va maydalab saralangan chaqilgan qumli qorishmalar. Sovuq asfalt-beton qorishmalari va asfalt-beton fizik mexanik xususiyatlariga va ishlatiladigan materiallarga qarab quyidagi birinchi jadvalda ko'rsatilgan tamg'alarga bo'linadi. Sovuq asfalt-beton qorishmalar GOZ 9128 yoki boshqa xorijiy standartlar talablariga javob berishi va ishlab chiqaruvchi tomonidan tasdiqlangan texnologik reglamentlarga muvofiq ishlab chiqarilishi kerak. Qorishmalarning mineral qismining donadorlik tarkibi ikkinchi jadvalda keltirilgan qoplamalarning yuqori qatlamlariga mos kelishi kerak. Quyidagi ikkinchi jadvalda qorishmalar va asfalt-beton mineral qismining donadorlik tarkiblari keltirib o'tilgan. Sovuq qorishmalardan asfalt-betonning mineral qismining g'ovakligi turlari uchun belgilangan foizdan ortiq bo'lmasligi kerak. BX 18, VX 20, GX va DX 21. BX, VX, GX va DX turdagi sovuq qorishmalardan tashkil topgan asfalt-beton 6,0 va 10,0 gacha bo'lgan qoldiq g'ovaklikka ega bo'lishi kerak. Suv shumuvchanlik hajmi bo'yicha -5 dan 9% gacha.
GOST 12801 bo'yicha zarbalar soni bilan tavsiflangan sovuq qorishmalarning joylashuvchanligi 10 dan oshmasligi kerak. Quyidagi 3-jadvalda sovuq qorishmalarning harorati keltirib o'tilgan. Iste'molchiga va omborga jo'natish paytida sovuq qorishmalarning harorati bitum ko'rsatkichlariga qarab 3-jadvalda ko'rsatilganlarga mos kelishi kerak. Har xil turdagi sovuq aralashmalardan asfalt betonning fizik-mexanik xususiyatlarining ko'rsatkichlari 4-jadvalda ko'rsatilganlarga mos kelishi lozim. Quyidagi 4-jadvalda sovuq asfalt beton qorishmalarining fizik-mexanik xususiyatlari keltirib o'tilgan. Xuddi shu tarkibdagi sovuq qorishmalarning bir jinsligi suv shimuvchanlikning o'zgaruvchanlik koeffitsiyenti bilan baholanadi. Ushbu koeffitsiyent 5-jadvalda ko'rsatilganidan oshmasligi kerak. 3-bob. Materiallarga bo'lgan talablar haqida to'xtalib o'tadigan bo'lsak, qorishmalarga kiritilgan zich tog' jinslardan chaqiq tosh va shag'al toshqoldan chaqiq tosh mos ravishda GOST 8267, GOST 32703. Qorishmalarga kiritilgan zich tog' jinslardan chaqiq tosh va shag'al toshqoldan chaqiq tosh mos ravishda GOST 8267, GOST 32703, GOST 32826 va GOST 3344 talablariga javob berishi kerak. Xorijiy standartlar bo'yicha ishlab chiqarilgan chaqiq tosh va shag'aldan ularning sifati ushbu standart talablariga javob beradigan bo'lsa, foydalanishga ruxsat beriladi. Yapaloqsimon va ignasimon shakldagi donalarning o'rtacha og'irligi chaqiq tosh va shag'al fraksiyalari qorishmasi og'irligining foizi bo'yicha belgilangan qiymatdan ko'p bo'lmasligi kerak. BX turdagi qorishmalar uchun 25, VX turdagi qorishmalar uchun esa 35. Shag'al qum qorishmalarining donadorligi tarkibi GOST 23735 talablariga javob berishi kerak. Qorishmalarning tarkibiga kiruvchi shag'al va qum GOST 8267 va GOST 8736, GOST 31424, GOST 3273, GOST 32826 va GOST 32824 talablariga mos ravishda bo'lishi kerak. Qorishmalar va asfalt beton tayyorlash uchun chaqiq tosh va shag'allarni 5 dan 10 mm, 10 dan 20 mm gacha, 15 dan 20 mm gacha, 20 dan 40 mm gacha bo'lgan fraksiyalar ishlatiladi. Shuningdek, belgilangan fraksiyadagi qorishmalar ishlatiladi. Muayyan tamg'a va turdagi qorishmalar va asfalt beton uchun ishlatiladigan chaqiq tosh va shag'alning sovuqqa chidamliligi va mustahkamligi quyidagi 6-jadvalda ko'rsatilgan qiymatlarga mos kelishi kerak. Tabiiy qum va tog' jinslarini maydalash orqali olingan qum GOST 8267 va GOST 8736, GOST 31424, GOST 32730 va GOST 32826 talablariga mos kelishi kerak. Bunday holatda tog' jinslarini maydalab saralangan chaqilgan qumning mustahkamligi va ma'lum tamg'alar hamda turlarining qorishmalari va asfalt betonlari uchun ko'pish usuli bilan aniqlangan loy zarralarining tarkibi 7-jadvalga mos kelishi kerak. Qumdagi 0,16 mm dan kichikroq donalarning umumiy miqdori, shu jumladan chang va loy zarralari maydalab saralangan chaqilgan qumda me'yorlanmaydi. Qorishmalar va asfalt betonlarning tarkibidagi mineral kukunlar GOST 16557 va GOST 32761 talablariga javob berishi kerak. Qorishmalarni tayyorlash uchun GOST 11955 bo'yicha suyuq betumlar, yopishqoq betumlar, GOST 22245 va GOST 33133 shuningdek belgilangan tartibda kelishilgan texnik hujjatlarga muvofiq yaxshilangan xususiyatlarga ega boshqa bitumli bog'lovchilar ishlatiladi. Turli tamg'alardagi bitumlarning qo'llash ko'lami 8-jadvalda keltirib o'tilgan. Sovuq asfalt beton qorishmalar I tamg'ali uchun CG sinfidagi
suyuq bitum va modifikatsiyalangan suyuq bitumdan foydalanish kerak. Mg va MgO sinfidagi bitumdan foydalanishga faollashtirilgan mineral kukunlardan foydalanish yoki mineral materiallarni bitum va sirt faol moddalar aralashmasi bilan oldindan ishlov berish sharti bilan foydalanishga ruxsat beriladi. Sovuq qorishmalar uchun II tamg'ali, Cg, Mg va MgO sinflarining suyuq bitumlardan foydalanish kerak. Qorishmalar va asfalt betondagi bitumning taxminiy miqdori quyidagi 9-jadvalda keltirib o'tilgan. Sovuq asfalt beton qorishmalarini tayyorlash uchun qo'shimchalar haqida to'xtalib o'tadigan bo'lsak, texnik xususiyatlari: ochiq tigeldagi yonish nuqtasi past bo'lmagan -110 gradus. GOST 12801 bo'yicha bitumni chaqiqtosh yuzasiga yopishishi 4-5 ball. 4-bob. Qabul qilish qoidalari haqida to'xtalib o'tadigan bo'lsak, qorishmalarni qabul qilish toplarda amalga oshiriladi. Sovuq qorishmalarni qabul qilishda har bir top smenada ishlab chiqarilgan, lekin 300 tonnadan ortiq bo'lmagan bir xil tarkibdagi qorishmaning miqdori hisoblanadi. Agar qorishmani qabul qilgandan keyin omborga joylashtirilsa, uni bir xil tarkibdagi boshqa sovuq qorishma bilan aralashtirishga ruxsat beriladi. Sovuq qorishmani ombordan avtomashinalarga jo'natishda kun davomida bitta iste'molchiga yuborilgan bitta tarkibli qorishmaning miqdori top hisoblanadi. Sovuq aralashmani ombordan temir yo'l vositalariga jo'natishda bitta tarkibli aralashmaning 1% ga jo'natilgan miqdori top hisoblanadi. Kemalarda jo'natilgan sovuq qorishmaning og'irligi kemaning loyihasi bilan aniqlanadi. Qorishmalarni qabul qilish va topshirish sinovlarida GOST 12801 bo'yicha topdan bitta birlashtirilgan namuna olinadi va aniqlanadi. Jo'natilgan qorishmaning mikserdan yoki saqlash bunkeridan chiqarilgandagi harorati, qorishmaning mineral qismining donadorlik tarkibi, bog'lovchi tarkibi, suv shimuvchanlik. 20 gradus haroratda zichlash paytida mustahkamlik chegarasi, shu jumladan suv bilan to'yingan holatda va sovuq qorishmalar uchun kuzatuv. Sovuq qorishmalar uchun yuqoridagi ko'rsatkichlar isitishdan oldin aniqlanadi. Sovuq asfalt beton qorishmalari va asfalt betonini davriy nazorat qilish oyiga kamida 1 marta, shuningdek qorishmalarni tayyorlash uchun ishlatiladigan materiallarning har bir o'zgarishi bilan amalga oshiriladi. Qorishmalarning sifatini davriy nazorat qilish bilan quyidagilar aniqlanadi. Mineral qismning g'ovakligi, qoldiqli g'ovaklik, uzoq muddatli suv shimuvchanlikdagi suvga chidamliligi, isitishdan keyin va uzoq vaqt suv bilan to'yinganlikdan keyin 20 gradus haroratda zichlash paytida mustahkamlik chegarasi. Jo'natilgan qorishmaning har bir top uchun iste'molchiga sifat to'g'risidagi hujjat beriladi. Unda GOST 9128 belgisi va sinov natijalari ko'rsatilgan, shu jumladan ishlab chiqaruvchining nomi, hujjatning raqami va berilgan sanasi, iste'molchining nomi va manzili, qorishmaning turi va tamg'asi, qorishmaning og'irligi, sovuq qorishmaning saqlash muddati, sovuq qorishmalarning joylashuvchanligi, siqilishdagi mustahkamlik chegaralari, 20 gradusda isitishdan oldin va isitishdan keyin, mineral qismning g'ovakligi va qoldiqli g'ovakligi. Mineral qismning g'ovakligi va qoldiqli g'ovakligi. Tabiiy radionuklidlarning o'ziga xos samarali faoliyati. Qorishmani iste'molchiga jo'natishda har bir mashina transport hujjatlari bilan birga keladi. Unda quyidagilar ko'rsatiladi: korxona nomi, ishlab chiqaruvchi, iste'molchining manzili va nomi, ishlab chiqarilgan sana va vaqt, jo'natilgan qorishmaning harorati, qorishmaning turi va miqdori. 5-bob. Sinov usullari haqida to'xtalib o'tadigan bo'lsak, sovuq asfalt beton qorishmalari va asfalt betonni nazorat qilish usullari. Qorishmalar GOST 12801 bo'yicha sinovdan o'tkaziladi. Tog' jinslaridan chaqiqtosh va shag'al,
qora va rangli metallurgiya toshqonlaridan chaqiq tosh mos ravishda GOST 8269 va GOST 3344 bo'yicha sinovdan o'tkaziladi. Tabiiy qum va maydalab saralangan qum GOST 8735 ga muvofiq sinovdan o'tkaziladi. Mineral kukunlar GOST 16557 bo'yicha sinovdan o'tkaziladi. Bog'lovchilar GOST 11501, GOST 11503, GOST 11504, GOST 11505, GOST 11506, GOST 11507, GOST 11508, GOST 18180 va GOST 11955 talablariga muvofiq sinovdan o'tkaziladi. 6-bob tashish va saqlash. Qorishmalar har bir transport vositasini transport hujjatlari bilan birga mashinalar bilan yotqizish joyiga yetkaziladi. Sovuq qorishmalarni temir yo'l yoki suv transportida tashishda iste'molchiga yuborilgan har bir transport vositasi sifat hujjati bilan birga keladi. Sovuq qorishmalar yozda ochiq joylarda, kuz qishda yopiq omborlarda yoki omborlarda soyabon ostida saqlanadi. Saqlash muddati 2 hafta. SG 130-200, MG 130-200 va MGO 130-200 bitumlari yordamida tayyorlangan qorishmalar uchun 4 oy. CG 70-130 bitumlari yordamida tayyorlangan qorishmalar uchun 8 oy. MG 70-130 va MGO 70-130 bitumlari yordamida tayyorlangan qorishmalar uchun. 7-bob ishlab chiqaruvchining kafolatlari. Ishlab chiqaruvchi tashish, saqlash va qo'llash shartlariga rioya qilgan holda qorishmaning sifati GOST 91-28-2013 talablariga muvofiqligini kafolatlaydi. 8-bob qo'llash bo'yicha tavsiyalar. Sovuq asfalt beton qorishmasi yopishqoq, yo'lbob neft bitumidan qo'shimchalar va boshqa moddalar qo'llaganda foydalangan holda tayyorlanadigan va havo harorati +35 -30 gradus bo'lganda yotqiziladigan va kamida 5 gradus saqlanadi. Suyuq yo'lbob neft bitumidan foydalangan holda tayyorlangan sovuq asfalt beton qorishmasi kamida 5 gradus haroratda yotqiziladi. Qorishmani bajariladigan ish hajmidan kelib chiqib zichlash yengil g'altak yoki qo'l g'altak yordamida amalga oshiriladi. Ishlarning sifati QR 0603 23 avtomobil yo'llari qurilishi reglamenti yordamida baholanadi. Sovuq asfalt beton qorishmasi tarkibini tanlash namunasi. Boshlang'ich ma'lumotlar. Qorishmaning nomi BX tipidagi chaqiq tosh. I tamg'al asfalt beton qorishmasi. Yo'l toifasi IV. A. Ishlatiladigan materiallarning fizik mexanik xususiyatlari. Ya'ni tog' jinsidan chaqiq tosh va qum, mineral kukun, suyuq beton va qo'shimchalar. Quyidagi jadvalda maydalash orqali olingan qum GOST 31424-2010 bo'yicha 0,5 mm o'lchamli asfaltobeton qorishmalari keltirib o'tilgan. Navbatdagi jadvalda esa GOST 16557-2005 bo'yicha faollashtirilmagan mineral kukun haqida ma'lumotlar keltirib o'tilgan. Quyidagi jadvalda esa GOST 11955-82 bo'yicha MG 70-130 markalari neft yo'l suyuq bitumlari haqida ma'lumotlar keltirib o'tilgan. Quyidagi jadvalda esa neft yo'l bitumlari yopishqoq BND 60-90 markalari haqida ma'lumotlar keltirib o'tilgan. B. Tarkiblarni tanlash I variant. Quyidagi jadvalda
mineral materiallarning sarfi haqida ma'lumotlar keltirib o'tilgan. BXI tamg'ali asfalt-beton qorishmasining mayda donali chaqiq tosh turi uchun 100% bo'yicha materiallar sarfi. II variant. Quyidagi jadvalda mineral materiallar sarfi keltirib o'tilgan. BX asfalt-beton qorishmasining mayda donali chaqiq tosh turi uchun 100% bo'yicha minerallar sarfi. Navbatdagi jadvalda esa mayda donali chaqiq toshli asfalt-beton qorishmasi BX turining fizik-mexanik xususiyatlari keltirib o'tilgan. Quyidagi rasmda mayda donali chaqiq toshli sovuq asfalt-beton qorishmasi BX turining donadorlik tarkibi haqida ko'rsatib o'tilgan. Quyidagi ikkinchi rasmda esa Yevrostandart bo'yicha sovuq asfalt-betonning g'ovaklik miqdorini aniqlash haqida ma'lumot keltirib o'tilgan. Quyidagi rasmda esa mineral qismning g'ovakligi foizda, bitum miqdori ham foizda keltirib o'tilgan. Keyingisida esa qoldiqli g'ovaklik foizda ko'rsatib o'tilgan. Izohlar. Quyidagi retseptlar IT davlat muassasasi ilmiy tadqiqot ishlarini rivojlantirish laboratoriyasi tomonidan o'tkazilgan laboratoriya sinovlari natijalari asosida tayyorlangan. Tarkibi GOST 12801/98 va Yevrostandart bo'yicha tanlanadi. Asfalt-beton qorishmasini ishlab chiqarish jarayonida agar kerak bo'lsa, belgilangan tartibni to'ldiruvchilarning donadorlik tarkibiga qarab tuzatish kerak. Belgilangan komponentlar bajarilsa, tarkib haqiqiy hisoblanadi. E'tiboringiz uchun rahmat.